Hammaga salom. Men Shahnoza Bazarbayeva o'z ishbilarmonligimda Yoshlar seri agentligi ham Yoshlar kelishigimiz fondi bilan birgalikda amalga oshirishga qaror etdim. O'zbekiston Respublikasi Ministrlar Kabinetining 765-sonli qarori tekarında O'zbekiston Respublikasi Sirtqi ekonomikalik iskerligi Milliy banki tarafidan yoshlarga ajratiladigan yengillatgan kredit olish uchun o'z hujjatlarini topshirdim. Ham Yoshlar seri agentligi, Yoshlar kelishigimiz fondi ham Savdo sanoat palatasi bilan birgalikda shakllantirilgan Arnavli kurslarda qatnashib, 7 yil muddatga 3 yil yengillatgan davr bilan kredit olish imkoniyatiga ega bo'ldim. O'z ishbilarmonligingizda Yoshlar seri agentligi hamda Yoshlar kelishigimiz fondi bilan birgalikda boshlang.